Kunlarni birida bir yigit uylanish maqsadida onajonisi topgan qiz bilan uchrashuvga chiqibdi. Salom alikdan keyin qizni birinchi bergan savoli Qur'ondan qanaqadir suralar bilasizmi deb so'rabdi yigitdan. Yigit ha, el qatori 3-4 ta kichkina sura bilaman debdi. O'zingizchi so'rabdi qizdan. Qiz aytibdiki, men ham shu sizga o'xshab el qatori 3-4 ta kichkina suralarni bilaman debdi. Gap-gapga qo'shibdi. Yigit bolaga, bola qizga yoqibdi. Oradan kunlar o'tibdi. To'y kuni belgilanibdi. Va shu kunlarda to'y ham chiroyli tarzda o'tkazilibdi. Yigit qizni, qiz yigitni juda ham bir-birligini yoqtirishar ekan. Bir kuni qiz aytibdiki kuyovga, "Keling bir sura yodlaymiz. Men Qur'ondan sura yodlagim kelyapti" debdi. Shunda yigit, "Mayli, qaysi surani yodlaymiz? Keling Taborak surasini yodlaymiz." Bir necha kunda Taborak surasini yodlashibdi. Keyin qiz aytibdiki, "Keling Yasinni yodlaymiz." Yasinni ham yodlashibdi. Va shu tarzda 3 yil davomida Qur'onni yod olishibdi. Ya'ni kuyov qori, kelin bola qoriya bo'pti. Kunlarning birida kuyovni qaynotasi ularni ziyofatga, mehmonga chaqiribdi. Mehmondorchilikda gaplashib o'tirishsa, kuyov qaynotasiga qarab, "Otajon, suyunchi bering. Qarangki, biza 3 yil deganda Qur'onni yod oldik. Men qori bo'ldim, qizingiz qoriya bo'ldi" debdi. Shunda otasi jilmayib uyga kirib ketibdi. Va uydan bir nechta sertifikatlarni ko'tarib, kuyov bolani qo'liga beribdi. Kuyov bola qarasa, o'zini ayolini sertifikatlari. O'qib chiqsa, shokka tushib qopti. Chunki u yerda yozilishicha, uni ayoli turmushga chiqquniga qadar qoriya bo'lgan ekan. Ya'ni Qur'onni yod bilgan qoriya qiz bo'lgan ekan. Ilmli. Qanaqasiga debdi qaynotasiga qarab. Qanaqasiga menga o'xshagan odamga turmushga berdingiz qizingizni? Shunda qaynotasi aytibdiki, "Ha o'g'lim, to'g'ri, har bitta ota qoriya qizini qoriga berishni xohlaydi. Lekin qarangki, bu tashabbus mendan emas, qizimdan chiqdi. Qizim bu savobni o'zi qilmoqchi bo'ldi. Ya'ni bo'lajak turmush o'rtog'ini o'zi qori qilmoqchi bo'ldi. Buni qarangki, u uddasidan chiqdi va sizni qori qildi. Endi kuyov bola suyunchini men emas, siz menga berasiz" degan ekan.